Mana shunaqa qadoqda keladi. Vash Oskar deyilgan mana kodlari bor. O'zini Faberlic kompaniyasini super объемный tush. Bu har bitta resnichkalarni chiroyli qilib ochib beradi. Haqiqatdan ham o'zim ham hozir foydalanib ko'rdim. Italyanская формула ichida интенсивный объем, разделение, фиксация ресниц. Первый нанесениеda уже bilinadi. Oftalmologlar ham protestirованный qilgan, ko'zga zarari yo'q. Kimga yana подходить qiladi, kim linza taqib yursa ham подходит для тех, кто носит контактные линзы. Ularga ham bemalol tushadi. Mana Made in Россия. Bu yoqda mana срок годности chiqqan datasi yoziladi mana bu yoqda qadoqda. Mana shunaqa korobkada keladi. Hozir ochib yana ko'rsatib beraman. Mana bu bizning tushimiz qanaqa chiroyli, качественный, mana juda ham богатый ko'rinishi. И щеточкасini. Mana shunaqa щеточкasi bo'ladi. Mana объемный zo'r. Растекать qilmaydi. Mana hammasi mana turibdi mana. Gustoy yaxshi formulasi. Mana endi hozir mana yana bitta boshqa firmani Vivian saboni nimasi tushi. Bu ham bu qimmat tush. Lekin menga yoqmadi o'zimni tushim bu mana. Bu ham mana. Bu yaxshi разделять qilmaydi. Честный обзор bu zato resnitsalarda ancha bo'yash kerak, ancha vaqt bo'yab объемный qilish uchun, lekin удлинять qilib bermaydi. Qaranglar щеткasi qanaqa. Щеткasi unaqa yaxshi emas, bunga o'xshab. Качествоsi ham zo'r emas, bo'lmasam parижский, bu ham original mana Made in Italia mana deb yozilgan. Italiya, Fransiya, mana Vivian Sabo Parij. Italiyada chiqarilgan mana. Mana. Bu esa menga juda ham yoqdi. Effekti yaxshi разделять qilib объем berar ekan, realniy объем resnitsalarga. Shuning uchun tavsiya qilaman. Faberlic kompaniyasining объемный tushini.